varikozni dori va maz bilan davolasa bo'ladi. Zuluk qo'ysa, hamma varikoz bir kunda tuzalib ketadi. Ужас. Varikoz faqat ayollarda bo'ladi. Yo'q. Xorazm viloyatida va jami O'zbekistonda Dildora Farhodovna flebolog nomer 1. Yo'q. Hammaga salom. Dildoraxon, xush kelibsiz. Mana xudo xolasa biza shunaqa bir podkast proyekt boshlayapmiz. Ijtimoiy proyekt. Endi bu proyektda nomi Varikoz va haqiqat. Aha. Bizani endi maqsad asosan o'sha bizani aholimizni, viloyatdagi aholimizni shu varikoz haqida haqiqat, to'g'ri ma'lumot berib va ongini oshirib, chunki hozirgi paytlar уже 2 yil davomida o'zimning klinikamda ham ishlab, ham tadqiqot qilyapman, ko'ryapmanki, ko'p kasallar asoratlanyapti varikozda, chunki noto'g'ri davolanishlar bor. Noto'g'ri taktikalar bor yoki odamlar umuman bu kasallik haqida kerakli ma'lumot ega bo'lmagani uchun yuraveradi, asoratlar bilan bizga keladi. To'g'ri. Shuning uchun ruxsat bersanglar, bugun birinchi mehmonim, rosa kutdim, kimni chaqirar ekan deb o'yladim. Yaxshim o'zingiz kelib qoldingiz. Ham tekin tushdi, ish bilan kelib qolgandingiz. Sizlarga shuni aytmoqchimanki, Dildora Farhodovna Urganch shahrida, Xorazm viloyatida yagona ayol flebolog, ko'p yilgi stajga ega qon tomir xirurgi va hozirgi kunda shu Xorazm viloyati va nafaqat Xorazm viloyati, balkim Qoraqalpog'iston Respublikasida yetakchi mutaxassis, shu bizani tanlagan xastalik bilan odamlarga yordam berib keladigan odam va meni eng birinchi, eng tan olgan shogirdim bo'ladi. To'g'rimi, Dildora Farhodovna? Tan olgan degan gapingizni yana bir marta aytib qo'ying. Aytmoqchi, telefonimda kim deb yozib qo'ygansiz meni? Ustoz. Bu yagona odam meni ustoz deb tan olgan, har bir telefon qilganda ustoz deb so'raydigan bitta SMS-larimda hamma joyda ustoz deb aytaman. To'ppa-to'g'ri. Shunchalik shogird chiqarib, bittasi ham shunaqa deb bermaydi. Yo'q, nechun deysiz? Bizda ana u Alisher Navoiyning nasi bor-ku, hamma yerda знаменитый. Har yo'lida kim, вот забыла, lekin shu zo'rni bir harf o'rgatmishganjilar aylamak oson emas, uning haqqini ming ganjilar. Bir harf o'rgatgan odamni ming ganj bersang ham haqqini adatib bilmaysan degan narsa. Так что siz menga bir harf emas, voy tonna narsa o'rgatgansiz, uni haqqini men umrimni oxirgacha. Так что ustoz, shuning uchun men boshimdagik. Shuning uchun ham Dildora Farhodovna shu birinchi kimni chaqiray deganimda o'zi oldindan misl bo'lib turdi. Yaxshi ham kelib qoldingiz Toshkentga. Chaqirsangiz kelar edim. Shu odamlarimizga ozizgina o'z haqingizda aytib ketsangiz. 2004-yilda klinik ordinaturaga kirganman. 16-chi Ko'rbolnitsa Shoshilinch tibbiy yordam markazida qon tomir jarrohligi va mikroxirurgiya bo'limida klinik ordinatura o'taganman. Keyin bu yerdan направление bilan Xorazmda spetsialist bo'lmaganligi sababli srazu Xorazm filialiga jo'natishgan. Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Xorazm filialida. Shu 2007-yilda tugatgan bo'lsam, shu paytdan hozirgacha qon tomir jarrohi, shoshilinch qon tomir jarrohi bo'lib ishlab kelyapman. Shu bilan birgalikda Xudoga shukr Varikoz Off klinikasini jamoasida bo'lganim uchun частный klinikada, xususiy klinikada flebologiya bilan занимаюсь флебологией. Flebologiya o'zi qanday kelib qolgansiz mana shu imенно venalar bilan xastaliklar bilan? Ekstrenda ko'p ishlagan vaqtda ko'rdim, что arterialniy patologiyadan venozniy patologiya dum ko'p. 10 kasali, например, 9 kasal, почти что 9 kasal venozniy patologiya, bir kasali bo'lar arterialniy patologiya. Unda ham biz ekstrenda bo'lganimiz uchun emboliya или tromboz или kesilgan jarohatlar bo'ladi. Qolgan hammasi venozniy patologiya. Keyin shu bilan bu kasallik ko'pligi uchun 2015-yil birinchi marta ketganman Vishnevskiy institutidan. Kimizning ustozimiz Konstantin Vitalyevich Mazarishvili da, keyin Pirogovskiy klinikada, Moskva shahrida. U yerda
malakamni oshirganman. Bakulev klinikada 3 oy dopplerografiya o'qiganman. 16-yil bo'lgan, по-моему, Bakulev klinikada. 15-yilda shu Vishnevskiyda o'qiganman. Pokrovskiyning oldida Sapelkinda o'tganmiz flebologiyani. Keyin har yili o'sha 15, 16, 17 пока koronavirus 19-yil bo'linchali har yozda Getaradimdan Pirogov institutida u yerda 30 koykalik flebologiya nimasi bor, отделенияsi. Shu yerda ishlab, malaka oshirib, shu yurardim. Keyin Xorazmga qolib ketdi, lekin Xorazmda hech kim bu narsaga ishonmadi, ustoz. Bizani lazerni era boshlandi, lazer bilan operatsiya qiladi, hech kim kasmaydi desam, hech kim ishonmadi, ishonmaysiz. Klinika, bu klinikalarda ishlardik-ku, lekin hamma joyda открытый flebektomiya endi hozir ham qilamiz, aldab nima qilamiz? Hozir ham klassik metodlarni qilamiz. Kesib qiladigan. Lekin u Moskvada o'rgangan pinstripping o'zingiz o'rgatgansiz, birinchi pinstripping. Mini flebektomiyalar o'shaga o'rganganmiz, lekin katta shramlarsiz qilardik. Baribir открытый operatsiya, narkoz beriladi, kesiladi, больницada yotiladi. Lazer boshlagandan keyin hech kim bu metodga o'tmadi. Apparatni sotib olmadi hech kim. Keyin sizga eng birinchi kelganim, помните, уже 21-yilda gavadim o'xshaydi-sa. Keyin yadashkadan boshlandi-da bu narsa. Men esimdan chiqib qolgan, qo'lim chiqib ketgan lazerdan. Apparatni ko'rmaganman necha yil. Kesni klinikangizda birinchi marta kelib o'rganib 1 yilgacha yodingizdanmi so'z berdim sizga. 1 yilgacha ustoz qo'limni urinma operatsiyaga. 1 yilda polni o'rgatasiz, hamma narsa o'rganaman, sizdan fotiha olaman, keyin 1 yilda boshlayman dedim. Shunday bo'ldi. Demak, hozir do'stlarimizga bizani obunachilarga aytish kerakki, Dildora Farhodovna nafaqat flebolog, balkim ko'p yilga stajga ega qon tomir xirurgi va nafaqat Toshkentda, balkim Moskvada 2-3 ta klinikalarda doimiy ravishda o'zining malakasini oshirib kelgan. Endi ozgina bo'lsa ham endi kesib boshiga qo'yib yuborasizlar, o'zimni tanishtirmayapman. Mening ismim Umarov Farhod Ravshanovich, flebolog, qon tomir xirurgiman. Общий stajim 18 yil, 12 yildan beri flebologiya sohasida o'rganib kelaman va shu sohada ishlayman. Hozirgi kunda Varikoz Off degan klinikani boshlig'i bo'laman va mana shu flebologiyani chet davlatlarda, Latviya, Germaniya kabi o'rganib, hozir mana O'zbekistonda shogirdlar orttirib, shu kasbni sekin-sekin o'zimiz hamkasblarni o'rgatib, ko'paytirib ketyapmiz. Shuning uchun xush kelibsiz. Endi ruxsat bersangiz, men shu boshlayman, chunki bizda mana ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'p savollar kelib tushgan. 10 ta savol tayyorlab qo'ydim. Dildora Farhodovna, sizga agar iloji bo'lsa shunga yordam berasiz va oldindan kelishib olamiz. Iloji bo'lsa savollarga oddiy so'z bilan javob bersangiz, chunki bizani ko'p ko'radigan tomoshabinlar bu oddiy odamlar, mediklar emas va ularga bu qiziq bo'lish uchun shu savollarga iloji bo'lsa lo'nda qilib, iloji bo'lsa qo'l bilan, emotsiyalar bilan ko'rsatsangiz. Va shu savollardan oldin men yana bitta narsa aytmoqchi edim. Sizga hozir bir qanaqadir internetdan kelib chiqqan narsalarni aytib kelaman va siz so'z bilan emas, iloji bo'lsa emotsiya bilan, deb mana qiliq qilib, shu haqiqatmi yo haqiqat emasmi shuni aytib ketishingiz kerak. Okay. Agar rozi bo'lsangiz. Boshlaymizmi bo'lmasa? Boshladik. Varikozni dori va maz bilan davolasa bo'ladi. Zuluk qo'ysa, hamma varikoz bir kunda tuzalib ketadi. Ужас. Varikoz faqat ayollarda bo'ladi. Yo'q. Xorazm viloyatida va jami O'zbekistonda Dildora Farhodovna flebolog nomer 1. Yo'q. Nima deyish kerak edi, o'zini yaxshi ko'rish kerak edi. Tak, albatta bu hazil, rahmat shu emotsiyalaringizga. Kelib aytganda aytishim kerakki, mana Instagramda haqiqatan ham juda ko'p savollar tushadi. Zuluk bilan davolaysizlarmi yoki bizga biron bir hijama gel deydi yoki hozir mana moda bo'lib ketdi flebogel degan. Flebogel. Yana doktorlarni qo'yib olishgan, bilasizmi? Reklamasida doktorlar chiroyli qizlarni formada chiqarib, menga skrinshot qilib kasallar yuboradilar. Doktor ish moyizini olaveringmi, surtaveringmi? Kasallar ham keladi. Million so'mga katta summa. Har xil summa baholab, по-моему, kasallar sotadilar.
da tromboflebitgacha ish qilib qotib tromb bo'lincha ham surtadilar ustoz. Keyin zudliklardan keyin особенно bizning Xorazmda yomon zo'r bir katta klinika bor. Особенно yaxshi ko'radilar. Varikozga ham zuk qo'yadimi? Qo'yadi, prям qo'yadi. Tromboflebit bo'lib yana kровотечение bilan ham keladi. O'sha zudlik qo'ygan joyidan trofический yazva ochilib ketadi ko'psilarniki, endi bitmaydi-ku baribir. Shu tushunmaydi, bilmayman. Ili fiziologiya, venani fiziologiyasini pastdan depaga qarab oqishini tushunmaydi, ish qilib ko'p narsani tushunmay qiladilar. No, endi izohlab aytganda, mana emotsiyalaringizni ham ko'rdik. Aytishimiz mumkin, har qatan ham zuluk ham, hijama ham, jami tabletka, mazla ham bu varikozni davolamaydi. Faqat vaqt o'tkazadi va oxiri bemorlarimiz afsuski asorat bilan keladi. Men nimaga desangiz, shu tadqiqot o'tkazdik. Har qatan ham hozir Toshkentda ozgina flebologlarning soni ko'paydi, klinikalar ham bor. Zamonaviy flebolog bilan shug'ullanamiz. Shuning uchun bunaqa og'ir kasallik yo'q. Lekin mana shanba kuni Urganchga uchib borganimda, sizdami ko'rgan 8 ko'rgan kasallingiz hammasi asoratlangan varikozlardi. Albatta, bu 10 yilga Toshkentdagi ahvolni eslab qoldim. Shuning uchun albatta shu viloyatlarda ko'proq ishlashimiz kerak. Toshkentda yomon varikozlarni davolab bo'ldingiz siz. Hozir meni ikkinchi stepin qoldi-ku. Bizlar Xorazmda hali ham bor, ustoz. U birinchi borgan vaqtlaringiz yodingizmi? 2 soatlab qolib ketardik. Bir kasalda rosa ishlar edik. Endi Dilar faqat qarang, bizani mana do'stlarimizga aytib bera olasizmi? O'zi oddiy tilda varikoz o'zi nima u? Varikoz oddiy tilda o'zi odamning oyog'i, venasi ko'rsanmashi kerak, tap-takiz bo'lishi kerak. Varikoz oyoqinda bemorlarning oyoqinda yoqimsiz bo'lib, bo'rtib, shunday bo'lib, yoqimsiz chiqib turgan go'k venalar. Normada u narsa ko'rsanmashi kerak, vena. Потому что qon oqimi dapaga qarab oqadi, klapillar bor, и klapillar недостаточность или ko'p nimalar bor, varikozga olib keladigan, shular bilan venalarni shu tonsi buziladi, kengayib ketib, oyoqlardan prям yoqimsiz bo'lib chiqib ketadi. Bu shuni ko'pincha Первый вид shunday. Uzumni sholasiga o'xshab chiqib keladi. Shuni varikoz deydi. Dilar, endi bizana o'sha obunachilarimizga aytib bersak, nima sabablar varikozga olib keladi? O'zi nimaga kelib chiqadi bu kasallik? Eng birinchi, eng ko'p sabab genetik omillar, onasida ila otasida bo'lsa, обязательно bu oiladan yana biz necha marta ikkimiz davolaganmiz. Onasini davolagan bo'lsak, qizini ham davolaymiz. Keyin hozir men endi boshda yillarda onasini davolab yurgansam, qizini davolayman. Hozir nevarasiga o'tdik уже. Siz ham shunaqa ustoz. Shunday обязательно genetik, eng birinchi genetik omillar. Keyin bizda noto'g'ri hayot tarzi, ожирение, semizlik обязательно olib keladi. Nega deganda og'irlik oyog'iga tushib, venalar rostdan ham Sizda varikoz bo'lmaydi oyog'ingiz. Dopplerda ko'rganmiz ustoz. Keyin Xorazmda eng ko'p men nablюдаю. Ko'rgan narsam bu biz dum ko'p dog'ada ayollarimiz. 4-5 bu o'g'il dog'incha dog'a beradi. 6-yinam, 7-yinam dog'a. Oxirgi marta 7-yini dog'ishini ko'rganman. Shular обязательно. Homiladorlik da значимый omil-da. Da, homiladorlik, keyin bizning ginekologlar men dum ko'p ko'radi o narsam. Ustoz направо-налево ana u strelkali dorilarni kokla deb aytamiz, ana u gormonal preparatlarni назначать qilishadi, oyoqqa qaramaydi bemorlarni. Shu tabletkalar dum ko'p. По-моему, уже слишком ko'p keladi. Nechun desak, agarda moyilligi bo'lsa, varikozga kengayib, даже asoratlar bilan keladi kasallar. Og'ir mehnat bo'lsa kerak. Og'ir mehnat. Da, bizda ko'pincha shofyorlar keladi, o'tirgani uchun, dum ko'p o'tirib ishlagani uchun, dik turib ishlaydilar keladi, og'ir ko'taradilar. Kстати, Rossiyada ko'p ishlab yurgan erkaklarimiz dum ko'p kelib, davolatib keyin ham ketadilar. Keyin plaskostopiya ko'p ko'raman. Plaskostopiya bilan bemorlar hammasi emas-da, lekin ko'pincha plaskostopiya bilan ham kasallar varikoz Demak, Dilar Farhadovna, O'zbekistonda afsuski ko'p odamlar, ayniqsa erkak odamlar o'ylaydi, varikoz faqat ayollarda ushlaydi. Erkak odamlarda ham bo'ladi bu narsa. No, endi aytadi-ku, rezyume qilganida asosiy omillar bu genetik omillar, ya'niki nasliy, ikkinchisi bu ko'p homiladorlik, uchinchisi gormonal o'zgarishlar organizmda, og'ir mehnat va tik turib ishlash, kam harakatlik va ortiqcha vazn bu asosiy varikozga olib keladigan omillardan biri. Dilar
Farhodovna, yana bitta narsa, flebolog degan narsani ham ko'p bizning odamlarimiz tushunmaydi. O'zi ozgina aytib ketsangiz bo'ladimi? Lo'nda tilda flebolog kim va yuqoridagi aytgan narsalarga qarab, flebologga o'zi qachon uchrash kerak? Qachon borib uchrashib oyoqni ko'rsatish kerak? Flebolog vena kasalliklari bilan, vena kasalliklarini asoratlari bilan ham asosiy varikoz kasallik bilan shug'ul davolaydigan mutaxassis. Flebologa agarda sizni kunning ikkinchi yarmida oyoqingizda chish paydo bo'lsa, og'irlik paydo bo'lsa, uje murojaat qilish kerak. Eng birinchi priznaklarini gasangizlar, agarda bizning ishimiz osonroq bo'ladi. Asoratchanlikka biz bilan ko'pincha asorat davolaymiz ustoz, lekin hozir ozgina bo'lsam shunday narsalar bilan xalqning ongini sal kutarsangiz, apparda yetib appar o'lsak, shunday vaqtlarda, например, сразу birinchi ish kunidan keyin uyga kelib oyoqqa horib qolsa norma deb o'ylaydi odamlar. Ko'pisi, что men kuni bilan ishladim, kuni bilan yurdim, lekin horida ozgina chishda bu norma. Lekin bu ne norma. Norma emas. Shuning uchun ishning birinchi priznaklaridan сразу flebolga kelishlari kerak. Yana bitta qo'shib o'taman, balki siz ham izoh berarsiz. Masalan, ko'p odamlarimiz mana oyoqlarida bo'rtib chiqqan tomirlar bor. Lekin bezovta qilmaydi, kelmagan bo'ladi. O'zi oyoqlarida o'sha bo'rtib chiqqan tomirlarni ko'rsa, flebologga kelish kerakmi? Обязательно. O'zi вообще sal venalarni risuniki ko'proq ko'rsanib turgansa, обязательно kelish kerak. Bo'rtib chiqqan tomirlar это уже ikkinchi, uchinchi darajada. Birinchi stepindan уже davolab boshlash kerak varikozni. Haligi bizning ustozimiz bor-ku, Matvey Alexandrovich Parikov. Чем раньше вы варикоз лечите, чем легче и быстрее от него избавляетесь degan. То есть, ya'niki asoratlarini kutgandan oddiy varikozni davolagan osonroq, tezroq va arzonroq. Shunga keyingi savolimizga o'tamiz. Dilara Farhodovna, varikozni davolashda qanaqa usullar bor? Eski va zamonaviy usullar. Aytib o'ta olasizmi shuni? Shu paytgacha hamma klassический flebektomiya degan operatsiyani qilganmiz. Siz ham nechani qilgansiz? Kesib olib tashardik. Hozirgacha ham qilamiz. Ben ekstrenida shoshilish testi yordam markazida tromboflebitlar keladi. Например, har xil kasallar bo'ladi. Shu kasallarni, bu kasalni ochiq operatsiya qilaman. Ochiq operatsiya qilaman. Lekin hozirgi davrda siz menga o'rgatgan lazer usullari, endovenoz lazer obliteratsiya operatsiyasi oltin standart qilib kiritilgan. Kesmalarsiz, narkozsiz, og'riqlarsiz, bolnitsada yotmasdan bemorni даже eng og'ir darajadagi varikoz bo'lsam 40 minut 1 soatning ichida davolab berishimiz mumkin. Bu narsa hozir oltin standart bo'lgan. Shuning uchun varikozni davolashda ochiq yo'llar ham bor, kesib operatsiya qilish mumkin. Lazerlar bilan qilish mumkin, radiochastotniy obliteratsiya RCO bilan qilish mumkin. Birinchi stepinlarida skleroterapiya qilishimiz mumkin. Bu ko'pincha kosmetik metod. Keyin kley olib kelgansiz urganchga deyapman. O'zbekistonda ustoz, например, kley bilan davolaydilar preferentlarni, og'ir nalarni. Kстати, ustozdan boshqa hech kim qilmaydi. Dilara Farhodovnadan bitta to'g'rilab ketaman. Siz shoshilinch tez tibbiy yordamda qiladigan ochiq operatsiyalar, bular ham zamonaviy operatsiya, chunki siz ilgarida haligi katta kesib qilmaysiz. Spin stripping degan operatsiya bor, uni ham mahalliy og'riqlashtirish qilib, ertasi kuni kasalni chiqazib yuborasiz. Menimcha shunaqa. Sразу shu kuni operatsiyadan keyin yuriydi kasal, sразу yotmaydi, lekin ertasi kuni уже chiqib ketadi. Demak, hozirgi kunda zamonaviy flebologiyada o'sha bo'rtib chiqqan tomirlarni og'riqsiz, chandiqsiz va eng muhimi xavfsiz O'zbekistonda davolasa bo'ladi. Uning uchun chet elga chiqib yoki chet ellik doktor kutish shart emas. Yo'q. Bizda O'zbekistonda menimcha ko'p yerdagi flebologiyadan ko'proq rivojlandi ham даже ustoz. Ko'p sizni sharofatingiz bilan ko'p aytaman men bu narsani, lekin rostdan ham siz bizdan O'zbekiston nechali shogird chiqarib tashladingiz hozir. Слишком ko'pmiz-ku biza. Shular hammasi уже uspetятdik. Bizlar ham даже men ham shogird chiqarib uspetятdim. Siz o'rgatgan narsani boshqa odam ham o'rgat. Так что bu narsa уже bizada ko'proq rivojlandi, уже flebologiyani zamonaviy narsa usullari. Shu jumladan bizani mana obunachilarimizga aytib ketsangiz, davolash usullaridan biri skleroterapiya. Bu nima?
kimga bu qo'llaniladi va qanday qilinadi? Aytib ketsangiz shu. Skleroterapiya bu kasal venani ichiga, kengaygan venani ichiga sklerozant dorini jo'natish. Oddiy tilda aytganda meditsinskiy kley. Bu venani kengayib turgan venani ichine jo'natasiz и ustidan kompressionniy trikotaj или chulki или elastik bint shu bilan venani yopishtirasiz. Shu xalqqa tushunish uchun shunday turib tushuntirib. Endi ko'p nimani aytadi-da, savol beradi-da bizani bemorlarimiz. U tomirni yopib qo'ysangiz, keyin qon qaqqib ketadi. Nima bo'ladi? Dum ko'p savol bering. Ustoz, rostdan ham eng ko'p savol beradi. Даже operatsiyadan burun ham bu tomirimni yo'qotsangiz, nedan qanaqa? O'zi na samim деле sog'lom vena ko'rsanmashi kerak, kengaymashi kerak. Kengaygan vena bu уже sog'lom vena emas, unda qon normalniy oqim yo'q. Shuning uchun ham shu kasal bo'lgan kengaygan venani yo'qotib, sog'lom venani ichiga qon haydaladi-da, sog'lom venadan oqadi. Bu kasal venadan tashqari yana millionta venalar bor odamlarda. Tushunmaydilar, что buni beklab qo'ysangiz boshqa venam boshqa nedan qon aylanadi. Shu ayollarni giyib qo'ygan kolgotkasidan atib venozniy sistema, слишком ko'p vena. Ayniqsa tashqi venalar. Shuning uchun hamma vaqt kasal venani davolash kerak. Ну вот oddiy qilib rezyume qilsak, haqiqatan ham bizani venalarimiz oyoqda juda ko'p, ayniqsa yuzaki venalar va skleroterapiya qilamizmi yoki lazer qilamizmi, to'g'ri qilinsa hech qachon sog' tomir yo'qotilmaydi. Faqat ishdan chiqqan, faoliyati buzilgan tomirni yo'qotamiz va shu bilan birga atrofdagi sog' venalardagi qon aylanishini yaxshilab beramiz. To'g'ri bo'lsa agar. Вот meni fikrimcha shunaqa javob bersak bo'ladi bu odamlarga. Yana bitta savol bermoqchiman Dilara Farhodovna. Вот hozirgi kunda varikozni operatsiyasiz davolashga bo'ladimi? Operatsiya deganda endi ko'p odamlarimiz skleroterapiyani ham tushunadi-da. Endi ko'p odamlarga masalan mas yoki tabletka berib turib yo'qotsa bo'lar ekanmi degan savol bor. Nima deysiz shu savolga? Varikoz bu xirurgik kasallik. Hech nechik tam super tabletka mas, super qimmat mas, hech narsa bilan varikoz davolab bo'lmaydi. Bunga faqatgina aldanib pullarni getiradi bemorlar. Agarda umuman operatsiya qilinman desa, kompressionni chulki kiyib yuraversin, lekin qildirmoqchi bo'lmasa, lekin varikoz bu уже konkretno xirurgik kasallik, bu belgilangan, o'qisangizlar ham anatomiya o'qishlari kerak, или tam ozgina internetda polniy informatsiya bor bu narsalar to'g'risida. Hech qachon tabletka mazlar bilan davolanmaydi, hech qachon. Обязательно kichkinami, kattami, bu operativniy вмешательство kerak. Buni nimaga deyapman? Потому что bizani O'zbekistonda juda ko'p targ'ib qilgan nafaqat mazlar, mana masalan ko'pincha tabletkalar chiqqan Flebodia, Detralex kabi va bu hokazo. Вот даже men bu firmalar bilan o'zlarim gaplashganda, ular ham aytadi, haqiqatan bizning tabletkalarimiz simptomatik, ya'ni varikoz alomatini oladi, lekin kasallikni to'xtatmaydi. Klinikani ozgina pasaytirib beradi, ozgina tejristni olishi mumkin, ozgina tamat, lekin hech qachon kasallikni davolamaydi. Varikozni mana bu zamonaviy usullarda davolashda qanday tayyorgarlik ko'rish kerak? Va masalan mana bizning obunachilarimizning birida bo'rtib chiqqan tomirlar bo'lsa, ular nima qilib, qanday tayyorgarlik qilib, qanday uni davolash kerak? Ya'ni o'sha siz ularga aytadiku, bizda marshrut pashagoviy nima qilish kerak? Например, men klinikamda bugun kelib ko'rsangan kasal operatsiya показания bo'lsa, agarda ertangi kunim ochiq bo'lsa, mana ertaga ham operatsiya qilib bilaman. Uni какой-то bir tayyorlanish kerak emas. Обязательно bizada olinadigan analizlar bor. Любой klinikada qilinadigan analizlar. Сразу analizini qilib davleniyasini o'lchaysiz. Agarda uni hech nechik somatik kasali bo'lmasa, terapevtik kasali bo'lmasa, kardiologning bemor qo'shimcha kasalligi bo'lmasa, shu kuni ham olsa bo'ladi lazera. Даже. Lekin biz to'g'risini aytsam, kelgan kuni shu kuni olmaymiz kasalni, чтобы o'ylanishi uchun, shunday sizni ertaga operatsiya qilishimiz mumkin deb aytib beramiz. Analizlarni topshiradi, analizida все нормально bo'lsa, сразу, например, gepatitlarni olish kerak, VICH analiz olish kerak, qon развернутый analiz, shu standartniy analizlar operatsiya. Shu narsani ko'rsatadi. Hech nechik tayyorgarliksiz keladi bemor. Hech qanaqa unaqa spetsifik, ya'ni katta operatsiyalarga yotib, oldindan tayyorlanib kelish kerak. Demak, masalan, mana ko'p bemorlarimiz ham ish jarayonidan kelib, hattoki mana uchuvchilar, ishchilar keladi. Ertangi kuni ishga chiqib ketadi-ku, полностью bugun qilamiz.
faqatgina mana tasdiqini topishinglar mumkin. Sizlarning ham bemoringlar menimcha hozirgi kunda больницада unaqa yotib qoladigan holatlar bo'ladi. Вообще yotmaydi. Даже ochiq operatsiyalar qilganimizda mazun emas ustoz. Даже ekstrenda qilsak ham kompression cho'kib keladi, ertangi kuni ishga chiqadi kasallarimiz. Lazer bilan tim bo'ldi. Da. O'zi varikoz bilan bor odam sport bilan shug'ullanishi mumkinmi? Lazer operatsiya qildirgandan keyin ertangi kuni, пожалуйста, любой sport turi o'taveradi. Bu ham ko'p beriladigan savol, chunki bizga sportchilar keladi, og'ir atletikachilar keladi. Mana varikozim bor. O'ylaydiki, men varikozimni hozir davolamayman, chunki ertaga musobaqam bor. Shu bemorlarga nima tavsiya qilgan bo'larsiz? Varikozi bor odam davolatmin durib sport bilan qanaqa bu вообще это опасно. Например, любой odamda, например, ozgina suvsizlanib qolsa, ozgina travmasi, любой yerda travma olsa, или сразу tromb bo'lishi mumkin. Varikoz. Потому что kengayib turgan vena, ichida qon oqimi yo'q, saqlanib turibdi. Любой маленький travmatizatsiya ham venaga tromb asoratlarni olib kelishi mumkin. Shuning uchun varikozi bor odam sport bilan shug'ullana olmaydi. Lekin bugun qildirib, lazer qildirib, oyoq qanot chulkisini kiyib, ertang, пожалуйста, любой sport bilan da. Mana shundan kelib chiqqan keyingi savolim, o'zi varikoz nima bilan xavfli va uni davolamay yursangiz nimaga olib kelishi mumkin? Mana bo'rtib chiqqan tomirlar nimaga olib kelishi mumkin yoki o'sha mayda kapillarlar nimaga olib kelishi mumkin? Shuni aytib keta olasizmi? Bizning xalqni eng og'riqli больной tochkasi og'rimagan narsaga dema, damora dema deb yuraveradilar. Ayollarimiz uzun kiyadi. Hozir вообще chalur kiyib yuribdilar, shimlarni kiyib ko'rinmaydi. Eng yomon narsa shu, потому что birinchi stepen varikoz ikkinchiga kelishi mumkin, ikkinchi stepen davolamasangiz uchinchi stepenga kelishi mumkin. Eng yomon narsa ozgina shamollida, o'zi вообще shamollash yo'q, covid bo'lib ketdi ustoz. Gripp ham yo'q, ozgina shamollasa, сразу тромбофлюид berib turibdi. E'tibor etasizmi? Na polном здоровье yaxshi yuridi kasal. Tromb bilan keladi. Qotib tromb bilan keladi. Da. Shu narsalarni olib kelmashligi uchun, конечно, birinchi stepen vaqtda skleroterapiya qildirish mumkin, сразу keladi, ukol uradi. Уже yo'q varikozi. Ikkinchi stependa уже biz показания operatsiya qo'yamiz. Lazerda 40 minut, 30 minutda og'ir kasallarni davolab yuribmiz. O'zingiz bilmayotgansiz bizlar uni. Shuni ayttirib, chulkida yursalar asoratda ekkamaydi. Shuning uchun kelish kerak, ertaroq kelish kerak. Bu oyoqda go'sanib turgan venalar bilan bezovta etmaydi deb yurmaslik kerak-da. Shu narsa bilan aytib, biz yetir olmay turibmiz. Yazvalarni aytib bersangiz-ki, mana yazvalar ko'p keladi, to'g'rimi? Ayniqsa sizlarda juda ko'p. Bizda dum ko'p Xorazmda. Bu ham varikoz asorati, Varikozni trombozlar, trombofibida глубокий trombozlar eng yomon asorati. U ham dum ko'p bo'ldi bizda. Siz bildingiz ko'p kasallarni. Tromboflebitlar, tashqi venozlar, eng ko'pi trofik yaralar. Yillab yuridi. Nimaga paydo bo'ladi o'sha yara? Tushuntirib bera olasizmi? Yara nimaga paydo? Ko'p yildan beri shu venada shu qon aylanish buzilgandan keyin umuman davolanmaydi, уже sezmaydi hamda, u og'riqni ham sezmaydi. Lekin shu bilan yuriyveradi, xronический varikozni уже 6-chi, 5-chi, 6-chi darajasida borgan vaqtda shu yerda qon aylanish dimlanib, уже trofika buziladi. Derini pitaniyasi sho'da damar qon duravergandan keyin, aylanmani duravergandan keyin leykositlar sho'ra boradi, vоспалительный proseslar, markerlar hammasi borib, sho'rda trofika buziladi-da. Oddiy tilda zaharlanadi. Qon zaharlanadi-da, sho'rda yaralar paydo bo'ladi. U yaralar poka siz varikozni davolamayinchalik hech qachon bitmaydi. Ko'paysa ko'payadidan bitmaydi. Juda zo'r narsa aytdingiz, chunki bizga ko'p bemorlar keladi. U varikozimni davolab berdimidi? Yaramni davolab berdi. Ular bilmaydi shu yarani sababi varikoz bo'lgan. Yana qo'shib ketaman, yana bitta asoratlardan biri qon ketish. Sizlarda bo'lganmi shunaqa asorat? Ekstrenadim ko'p keladi. Chunki varikoz tomir yorilib qonab ketsa, uni yana uni ustoz shunday fontandan otadi. Yana bemorlar bilmaydidan ustundan bo'ladi. Nani? Buni battar qonab ketadi. Dum ko'p bo'lgan bunday случайлар. Keyin davish poyazkalar bilan tushuntirish ham qiyin-da u yerda. Menda endi hech narsa yo'q, varikozim yo'q. Keyin eng ko'p ustoz men dum shu yerda aytib o'tchak edim, dermatologlar.
rosa yarani davolaydigan odat chiqardilar. Bizda endi sizlarda bilma qanaqa ahvol. Bizda Bizda ham shu narsa bor. dermatologlar davolab yotaveradi. Lipodermatit sklerozni nimalar bilan qilishadi bilmayman, lekin 1 yil o'tgandan keyin kasal ujinatib, "Men buni shunchalik pulim ketdi, davolanmadi" degandan keyingina kallasidan keladi. Flebologga borib kel deyishadi. Deyishadi. Demak, uzoq vaqt davolanmagan varikozni eng ko'p asoratlari bu tromb bo'lish, trofik yara yoki qon ketish. Qisqacha aytib ketsangiz, вот varikozni davolab bo'lgandan keyin oyoqlarni qanaqa parvarish qilish kerak? Вот bukvalno 5-6 so'z bilan nima qilish kerak bo'ladi? Parvarish, qarash, varikoz qaytalanmasligi uchun qanaqa tavsiyalar bor? Mana уже davolanib bo'lgandan keyin. Davolanib bo'lgandan keyin oddiy hayotinda yuraveradi bemorlar. Например, kojasi qurishi mumkin, обычный odamni krem surtishi mumkin, lekin ko'proq yurish kerakmi, o'tirish kerakmi? Da, kстати, yaxshi bo'libsiz. Ko'p yurisa rostdan ham asorat ham bo'lmaydi. Varikoz ham ko'pincha bo'lmaydi. Ko'p o'tirib qoladigan odamlar hamma vaqt движение o'rgatib beraman men. Упражненияларni ko'p o'tirib qoladigan yerda ham движение atib o'tirishi kerak. Bir dik turgan joyindan boyaqana dik turib, постоянно икроножный мышцani ishlatib tursa, profilaktika. Flebologga kelib turish kerakmi? Nazoratida bo'lish kerakmi? Varikozi bor odam, конечно, davolatib bo'lgandan keyin ham har 2 yildan, 3 yildan kelib turishi. Bizani ish stomatologlarnikina o'xshataman. Bizani kasallik, xronический kasallik bo'lgani hisobini kelishi shart deb o'ylayman. Shuni yo'lga qo'yish kerak. Menimcha shu bizani tomoshabinlarimiz, kim bizani ko'rayotgan bo'lsa, juda muhim va foydali maslahatlar oldi. Shuning uchun sizga katta tashakkur, Dildora. Va hozir shunaqa savol bermoqchiman. Agar bizga endi kimdir yozsa kommentariyalarga, Urganch shahrida yoki Xorazmdan kimdir bo'lib qolsa, Qoraqalpog'iston Respublikasi sizlarga yaqin, sizni qanday topsa bo'ladi? Hozircha ustoz shoshilinch tez tibbiy yordamda 2,5 ochalik konkretni shu yerdaman. Любой vaqtda shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazida men topsa bo'ladi. Obeddan keyin? Obeddan keyin shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi ro'parasida klinika bor, частный klinika, o'sha yerda flebolog. O'zingizga qachon oldingizmi yo'qmi? Oldim. Lizavita demak. Yo'q, endi oldik, remontni tugatyapmiz. Endi 2-3 oyda o'zimni klinikam Xorazmdagi birinchi flebologiya markazi ochilamiz. Birga ochamiz. Bu kommentariyalarda yozsanglar, shaxsiy telefoningizni bersam maylimi bemorlarga? Shuning uchun sizga katta rahmat. Hurmatli obunachilar, do'stlarimiz, mana bugungi birinchi ko'rsatuvimiz oxiriga yetdi. Agarda sizda qanaqadir qo'shimcha savollar bo'lsa, bemalol kommentariyalarda izoh qoldirishinglar mumkin va men sizlarga juda minnatdor bo'lardim. Sizlarni qiziqtiradigan savollarni yozib qoldirsanglar. Sog' bo'linglar, oyoqlarni nafaqat go'zalligidan, balkim chiroyini ham saqlash esdan chiqmasin. Salomat bo'linglar. Normal? Что-то я на тажады. Вообще. Ben bilmedim ne değillermiş. Как бол gittiğinde. Индусуация. Кстати, Варикозов клиника. Сюда. Да. Не. Рекламировать нельзя. А нельзя? Она Варикозов-то без какой-то. Не открытая же, скрытая же реклама.